Assalomu alaykum. Avtoservis jamoadagi yigitlar, akalar, og'alar, ukalarim. Bizda muammo turbinada. Turbina yechib olindi. Xo'p. Klapan yopilishi bir xilda emas. Bizda ashkuzi klapan ochilib qolyapkan. Buni ko'ramiz muammosini, buni tekisligi. Keyingi muammomiz krılchatkada luft bor ekan, ozgina buni yo'q qildik. Hop, tozaladik keyin. Aylanishlar yaxshi bo'ldi, qisib qoldi ozgina. Buni luftlarni yo'q qildik. Moy kanal, suv kanallar tozalandi. Bu trekker turbinasi, trekker Xitoy variantiga. Hop, motorchigini ham ko'rdik. Motor klapanni ochib beradi motorchiga. Bu klapanni ochib beradi shunda bu. Bu yoqqa ulanadi buni. Mamki qotadi. Hop. Buni buni moyladik. Ishlashini yaxshi qildik. Betini zazorlarni yo'q qildik. Endi tekshirib ko'ramiz, qo'yib